bir necha kundan keyin Malika Seyitqa "Endi o'g'illarni o'ylashning taraddudini qilaylik" debdi. "Undaq bo'lsa, maslahat ko'rsating" debdi Seyit. Malika darhol yaqin-yiroqlarga xatlar yozib, lozimliq narsalarni akeltiribdi. Usta mashinchilarni yig'ib, kiyim tikishga buyuribdi. To'y tayyorligining asla kim qolmabdi. 10 joyda navoiyxona, 10 joyda oshxona qurilibdi va lozimliq odamlarni yetarlik belgilabdi. Belgilaganlar o'z ishi bilan mashg'ul bo'libdi. "Endi ishlar o'z iziga tushdi" debdi Malika Seyitqa. "Ata saharda turib, podshoh Ozoda Mehrdan tilak ilib keling, andin to'yni boshlaylik." Tong etibdi. Malikaning hukmi bilan g'ulomlar podshohga loyiq dasturxon tayyorlagan ekan. Malika Seyitni esil kiyimlar bilan yasandırib, bir yaxshi otga mindiribdi. Ikki g'ulomni otning ikki tarafidan hamroh bo'lib minishga buyuribdi. Podshohga ko'rinish qilgandan keyin u maktubni tuting. Podshohdan shu maktub mazmunida ruxsat eling. Muhrini besib bergay, ilib kelgaysiz, debdi Malika Seyitqa. Seyit podshohning oldiga bordi ekan. degan xabar butib shaharga tarabdi. Odamlar guzarlarda turib Seyitqa salom qilishibdi. Yaxshilik tilabdi. Podshoh buningdan xabar tepib, orda xodimlarini Seyitning oldiga chiqartibdi. Ular Seyitni hurmat ihrom bilan ordaga boshlab kiribdi. Seyit podshoh duosidan keyin ilib kelgan sovg'atlarni podshohning nazaridan o'tkazibdi. Malikaning maktubini ikki qo'llab hurmat ihrom bilan tutibdi. Shoh nomini ilib kotibga beribdi. Xat Seyitning tilidan mundoq yozilgan ekan: "Ey podshohi olam, umr iqbollari uzun, baxt davlatlari haddidan ziyoda bo'lg'ay. So'zimiz shuki, kaminlarning to'yga ijozat, fotiha va inoyatnoma bergaylar. Toki 40 kungacha viloyat xalqi atdigandan kechgacha turmushda ehtiyojli narsalarni Seyitning davlatxonasidan haqsiz olg'ay. Agar har kimning uydan tutun chiqsa, podshoh gunohkor bo'lg'ay. Podshoh Ozoda Mehri Seyit boyning maktubidagi mazmundan bir noma bitib joriy qilinglar" debdi. Noma bitilibdi. Shoh muhrini besib buyruq qilibdi. "Shaharga jorchi selinglar, toki 40 kungacha hech kim tomoq uchun tutun chiqarmasin. Seyit boyning to'yi tugaguncha taom va boshqa lozimatlarni Seyit boyning ilikidan olsin." Seyit boy o'z qasriga qaytibdi. Har qaysi ishlarga mas'ul bo'lganlar o'z ishiga ega bo'libdi. To'y boshlanibdi. 40 kungacha hech odam bo'lak yerdan taom yemabdi. Seyit boy 40 kundan keyin shahar xalqining cho'ng-kichik hammasiga bir yurish kiyim yetkazibdi. "Bugun yana berib podshohni taklif qiling" debdi Malika to'ydan keyin. Seyit boyni chaqirib, "Buning sababini mendan so'ramang." Seyit boy ön chiqarmabdi. U sovg'a salom ilib shohning dargohiga berib, "Shohim, at taom amaldor va lashkarlari bilan birga Piqirninkiga iltifot qilsizlar. Tozalik qilg'uchi ot boquvchilarmi qolmasin. 3 kungacha kamillari xizmatda bo'lay" debdi. Seyit boy podshohning roziligini ilib qaytib ketdi. Malika g'ulomlarni podshohga loyiq tayyorlik qilishga buyuribdi. Malikaning buyrug'iga asosan shu kuni xizmatchi xodimlar puxta tayyorlik qilibdi. Ertasi askarlar sap-sap bo'lib ketdi. Har bir askar va amaldorlar o'z darajasiga qarab belgilangan joyga o'rlashibdi. Kun tush bo'lganda podshoh Ozoda Mehrimi yetib ketdi. U bir oliy qasrga tushibdi.
3 kungacha shundoq katta ziyofatlar bo'libdiki, hammanglar aferin debdi. 4-chi kuni askarlarning har biriga esil kiyimlar taqdim qilinibdi. Kattalarga birdan at chabduqlari qamchisimi qo'shilib berilibdi. O kuni xos amaldorlar bilan podshoh qapti. Yana ajoyib oliy ziyofat boshlanibdi. Yerim kecha bo'lganda Seyitboy Malikaning buyrug'i bilan podshohni ishkirga taklif qildi. Podshoh ishkirga kirib ko'ribdiki, u yerga Savri Abbot ko'chib keldi. Seyitboy podshohni yana bir qasrga boshlab kirdi. Qizlar cho'p-cho'p bo'lib, nag'ma-navo qilib, noz-karashma bilan usulga tushibdi. Xayri Abbotda nima bo'lsa, bu yerda shu narsa taq ekan. Podshoh o'zini Xayri Abbotda o'ltirgandek his qildi. Xushbo'y hidlardan mast bo'libdi. Shu chog'da 2 kenizak kirib podshohga salom beribdi. Uning orasidan Malika Ziba chehrimi shu kunga kiyimlari va harakatlari bilan kirib podshohga 3 qitim ta'zim bajo keltiribdi. Podshoh bir ko'ribla Malika Ziba chehrini tunibdi. "Ey podshoh", debdi Malika Ziba chehra. "Ko'rdingmi? Bir pulga arzimas o'tinchi faqirning muborak qadami va barakatidan Shohin shohga o'xshash davlatman bo'ldi." Podshoh hushidan ketibdi. Keyin hushiga kelib, o'z makoniga ravon bo'libdi. U bir hafta betob bo'lib kishilarga ko'rinmabdi. Oxir bir kuni podshoh hammani chaqirib, "Dilimga ibodat bilan mashg'ul bo'lish orzusi tushdi. Sizlar yaramliq bir odamni mening o'rnimga o'ltirg'izinglar" debdi. Xaloyiq podshohning bu fikriga unamabdi. Podshohmi o'z so'zida chang turibdi. Taxt tojini boshqa biriga o'tkazib berishni talab qildi. Xaloyiqning rayi Seyitboyni qaror tepdi. Buningga podshohmi qo'shilibdi. Xaloyiqdan rozilik olgan podshoh safar tayyorligini qilib, o'rda xizmatini Seyitboyga topshiribdi. Askarlar va shahar xalqining kattalari bir oq to'ygini yasab, piyoda bo'lib Seyitboyning davlatxonasiga kelib, o'z murodlarini bayon qildi. Seyitboy Malikaning oldiga kelib, xaloyiqning kelish sababini aytibdi. Malika, bu kattalarning orzusi bo'lsa, shundoq bo'lsin, debdi va muboraklabdi. Xaloyiq Seyitboyning beshiga podshohlik tojini kiydirib, oq to'yga mindirib, o'rdaga ilib kelibdi va podshohlik taxtiga o'ltirg'izibdi. G'azinalarning ishkini ichib ko'rsatibdi. Seyitboy elni odil so'rabdi. El xotirjam bo'lib, xushallikqa cho'mibdi. Malika bilan Seyit umrining oxirigacha baxtli hayot